Biz esa rubrikamizga davom etamiz. Haftani top 3 dispetcher qani ketdi. Tabriklaymiz, o'tgan hafta grosslar orasida birinchi o'ringa chiqdingiz. Bitta ayta olasizmi? 12150 gross, 2.4 rpm. Wow. Tabriklaymiz. Rahmat. Tabriklayman. Top 3 dispetcher gross bo'yicha ikkinchi o'ringa chiqdingiz o'tgan hafta. Nima maslahat berasiz, чтобы ikkinchi o'ringa chiqish uchun? Основной berilgan maslahatim planni to'g'ri olish, market holatiga qarab, keyin ko'proq yuklar qayerda post bo'lganini bilib, o'sha yerga qarab driverlarni trakka tortgan yaxshi deb o'ylayman. Чтобы qayerda yuk qimmatroq bo'lsa, keyin ikkinchi o'rinda pribuk bilan ko'proq ishlash maslahat beraman. Ya'ni misol uchun o'sha driver receiverga borib, uni bo'shashini kutmasdan oldindan planni to'g'ri olib, vaqtliroq yuk olib qo'ysa, menimcha yaxshi natija ko'rsatsa bo'ladi deb o'ylayman. Dispetcher orasida siz 3-o'ringa chiqdingiz gross bo'yicha o'tgan hafta. Nima maslahat bera olasiz mana shu? Хотя бы 3-o'ringa chiqish uchun. Hop 1-2 bo'lmasa ham 3ga chiqamiz. Bunda maksimum driverlar cover qilindi. Bu payti vaqti bo'ldi. Ishdan keyin ham soat 5-6 gacha qolib, o'rtacha hozir 10 ta qarayotgan bo'lsak, sherigimiz bilan maksimum harakat qildik 3-o'rin bo'lishga va keyingi haftalar xudo xolasa harakat qilamiz 1-2 o'rin olishga.